Meni bo'g'izlaganingizda jon beriyatib bilmasdan qo'lim qimirlab ketib sizni urib yuborsam, otasini urgan farzandlari qatoridan bo'lib qolmay deb qo'rqyapman dedilar. Ibrohim alayhisalom yig'ladilar. Yana ikkinchi vasiyatini aytdilar. Ko'ylagingizga va meni kiyimlarimga qon tekkizmangki, onam ko'rib ko'ngillari buzilmasin. Onamni oldiga men tengi bolalarni ko'rsatmay turingki, ularni ko'rib onamning qalbi mahzun bo'lmasin. Mana shu gapni aytdi. So'ng yotkizib, endi qurbonlik qilaman deb turdi, o'g'illari yana o'zgardi. Otajon to'xting dedilar, qo'limni yeching. Nega o'g'lim o'zing aytding-ku? Yo'q. Ibrohim alayhisalom o'g'lini majbur qilib qo'lini bog'lab turib qurbonlik qilgan ekan degan tarixda qolmasin. O'z ixtiyorim bilan Alloh yo'lida yotganimni hamma bilsin, qo'limni yeching dedilar. Qo'lini yechdilar. Shunday o'g'ilni bergan Allohga shukrona aytib, oxiri oqibat pichoqni o'g'lini bo'g'ziga olib bordilar azizlar. Lekin pichoq kesmadi. Alloh haq subhanahu